ayollaringizni asrang. U nima xohlasa o'shani olib beringlar. Uni boshingizda olib yuring. Pul so'rasa cho'zmasdan, nozlanmasdan beringlar. Ey! Qistir! Ovozni xabar jo'nata olmayman. Jo'ra, kechga ko'rishamiz. O'sha kuruk. Davay. Ha, xotin, ko'zlaring odam tish o'ray deyapti. Siz yuzingizdan ham nur yog'ilyapti, dadasi. Ha, nima qarayapsan? Urushga tayyorgarlik ko'ryapman. O'zi borku, sen bir xonador bo'lding, bir odamga o'xshab yasholmay qolding. Bolam xohlayapti, dadasi. Men aloqam yo'q. Qattiq urmayman. Onamnikiga ketaman. Keling, dadasi. Bitta. Yo'q. Iltimos, bolamiz uchun. Menga qara, yana uraman deb ko'zimga oyog'ing tiqib olmagan. Dadasi, bu yoqqa o'ting. Qulayda. Faqat sekin. Dadasi, tirikmisiz? Uzoqyotdingmi? Ha, biroz. Qancha? 18 soat. Orada o'lib qoldimikin deb o'yladim. Rahmat. Yaxshiyam borsan, xotin. Dadasi. Ha. Dadasi. Ha. Yana bir marta, iltimos. Mana, ish ketishim kerakmi? Iltimos, hech bo'lmasa bitta tishli bolamiz uchun. Shu sani yoki bolamizni muchali kuchukda bor-ku. Iltimos. Pistaklik. Xotin, men ish ketdim. Davay. Shu xotima ketdim dedim. Shu bolamiz tug'ilguncha birinchi guruh nogironi bo'lib qolmasam bo'ldingdi. Bo'pti, ba, qo'limdan ishla. Rostdanmi? Mayli. Onangning bir kuchukda tishladi-ya. Qo'limdan tishlasam oyog'imdan tishlab ol. Hali bola tug'ilsin, rajjot qilaman. Fireball.